欢迎同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第几单元呀？这个第七单元的目标大本营啊，也就是第7单元第2部分的目标大本营。那咱们呢把书翻开，首先是一词多义，一词多义。那今天的这个一词多义是什么呢？点啊，点。咱们来看一下，一共有几个意思呀？一共有6个意思。点ning altılı мәнісін беріпті。第一个，液体的小滴或小的痕迹啊，那意思就是什么呀？就是 suyuqluqning kichik mındaq tomchisi yoki bo'lmasa kichik bo'lgan mushuylaqi iz deganni点 deydi ekanmiz. Masalan, 雨点儿，那就是yomg'ir tomchisi。然后呢，墨点儿，那就是 siya tomchisi， 或者说是 siyaning mındaq chikdi desakmi bo'ladi。斑点 bo'lsa， 这个也是的，一样的啊，就是那第二个呢是汉字的笔画，点，我需要不是那个点横竖撇捺的原读过啊，这个呢点也叫这个点啊。第三个表示少量，az miqdarda degan ma'noni ko'rsatib berdi. Masalan, azroq deymiz ғой, 一点儿啊，一点小事azroq kichik ishlar， 吃点东西再走azroq narsa yevilib andin mingish degandagi 吃点东西再走，这个点是什么意思呀？azroq。4.4一定的地点或程度的标志ma'lum bir o'rin yoki bo'lmasa darajaning这个belgisi， 比如说起点，那其实buni biz odatda就是 nuqta deb tushunsak bo'ladi。4-nji ma'nosi 就是 nuqta。masalan 起点bo'lsa boshlanish nuqtasi， 终点oxirlashgan nuqtasi， 冰点，沸点，先突破一点，都是冰点那这个muzqitish nuqtasi， 沸点不是qaynashqu沸腾啊，那qaynaydigan nuqtasi， 就比如说水到100摄氏度会开，那su 100 gradusga borgan chaqda qaynaydi desak， 那这个100摄氏度呢就是它的沸点bo'lib manga o'xshasa。先突破一点，那就是 avval bir nuqtadan o'tib ketaylik, besib ketaylik degandek ma'noda。那第5个呢是时间单位，ya'ni bu shu vaqtning birligi， 一昼夜的1/24，那就是说bu shu 24 soatning ichidagi， 或者说1 soat deganda 一点 deymiz。比如说 soat 6 desak 6点。那5点deganimiz就是说vaqtdan vaqtdan o'tkazib o'tish， 或者说kechikib qilish degandek。然后呢到点了 vaqt to'shdi， 到点了 vaqt to'shdi bo'ladi， 就跟那个时间到了deganga o'xshash。6-nji ma'nosi 点心deganimiz就是我们说的这个 to'rttamdo pichine, pryanik degandeklarni 点心 deymiz。茶点、早点、糕点都是pichine pryaniklar。好，然后呢，或者说 tatliq turimdamdo， tatliq turim 就是点心啊 tatliq turim。好，undaq bo'lsa我们再看一下啊，点呢一共有6个意思。首先 birinchi ma'nosi 就是 ma'lum bir mundaq tomcha yoki bo'lmasa kichik mundaq chikit bo'lgan bo'lsa 点 deymiz。andan keyin hanzidagi这个笔画点 deydi。andan keyin azroq degan ma'nosi bor。andan keyin nuqta degan ma'nosi bor。andan keyin o'sha soat degan ma'nosi bor。
anandinkin 不是 tatlık diye manası吧tatlık diye manası吧那会了吗？跟老师一起来读一下雨点儿雨点儿墨点儿墨点儿斑点斑点第三个啊一点小事一点小事吃点东西再走吃点东西再走起点起点终点终点冰点冰点沸点沸点先突破一点先突破一点然后第五个表示时间啊 وقت 6点6点误点误点到点了到点了第六个茶点茶点早点早点高点高点好这个是一词多义啊一词多义这个早点我来说一下早点degan vaqtimizda at deganlik mushu at deganda yeydigan qandaq pechenye pryanik yoki bo'lmasa tatlı turumlar deymiz qo'y像什么饼干呀面包呀qatorliq narsalar agarda keyingi arni qetib zavdiar bo'lsa uning ma'nosi balduroq bo'ladi masalan balduroq qaytib keling desak ni zavdiar回来你早点回来那 at deganlik mushu at deganlik tamoqlarni 或者说 at deganlik narsalarni yedingizmi at degandagi noshta qildingizmi 你吃早点了吗你吃早点了吗其实早点niki mushu noshta degan ma'nosimi bor你吃早点了吗 lekin uningda 你吃早点了吗 desak bo'lmaydi好这个呢是点那第二个呢是词句例示词句例示也就是什么呀这个bizniki bu so'zlarimiz buning ichida nima bor ekan hozir qarsak一共有3个第一个是因为因为然后呢于是然后别说就是也因为我们之前学过一个所以 şunun uchun deb o'rgandik那么 sababi bo'lsa degan vaqtimizda 就是因为什么什么什么 deymiz因为degan nimani so'zlaydi sababini so'zlaydi sababini so'zlaydi masalan at degan yo'l to'silab qolgandi shuning bilan kechikib qoldim desak 因为早上堵车了所以我迟到了因为早上堵车了所以我迟到了那这个地方因为能keyingi chiqadigini nima sababi juma sababi 因为能keyinda bo'ldi然后呢 keyingi mushu 所以呢ulab turib shuning bilan shuning uchun deb turib bir natijasini akasak bo'ladi好那我们来看一下这个地方的例子妹妹因为感冒了所以今天没去上课singlim nima sababidan zukam bo'lib qolish sababidan bugun darsga bormadi debdi sababi nima ekan 因为能 keyingi sabab keladi sababi 感冒了 natijasi nima ekan 所以能 keyingi natija keladi bugun darsga bormabdi 因为昨天晚上睡得很晚tunigan oqshom night vaqtcha uxladik bu sabab ekan所以 shuning bilan阿里木今天11点半才起床olim bugun 11:30dan keyin ondan o'rnidan turdi debdi 第三个呢因为教室里的风扇坏了sinfning ichidagi shamoldurg'ich buzilib qoldi 所以同学们把窗户打开了shuning bilan saboqdoshlar nimani ochdi derazani ichvatdi debdi 因为今天太累了bugun bek charchab ketganlik sababidan 所以 shuning uchun 他不想去参加聚会 u o'tirishga qatnashgisi kelmadi 好那这个地方大家差不多都明白了吧因为deganimiz 就是
çünkü yani sebebini sözleydi. Soyi neticesini sözleydi. Adette başkalarına bir ve ni 为什么 nimi üçün 为什么 deb so'ragan chaqda 因为什么什么什么什么 deb turib javob beramiz. 因为什么什么 deb javob beramiz. Masalan 你不是说这个放假的时候要去旅游吗？怎么没有去？ta'tilda sayohatga qilib bormada o'tdingizgu, ajab bormabsizgu, 你怎么没有去？为什么 deb so'radi-ku. 那 mening javobim 因为妈妈生病了，没人照顾她，所以没去成。Chunki opam og'rib qoldi, uning holidan xabar oladigan odam yo'q, shuning bilan bora olmadim debdi. Qo'yilmi? 因为ning keyingi nima keldi? Sabab keldi. Ha. Endi ikkinchisiga qarab boqaylik. İkincisida 于是 debdi. 于是。那于是是什么呀？它是一个连词 bağlag'uchi söz， 表示后一式承接前一式。于是deganninki ma'nosi shuning bilan deb turib, 就是说 oldida bir ish yuz berdi, shuning bilan deb turib keyinida yana bir ish bo'lib, 或者说 shu ish yuz bergandan keyin keyinda chiqqan bir natija yoki bo'lmasa shu sababdan yana bir ish yuz bergan vaqtida 于是 deb turib olamiz. Munda bo'ldi, shuning bilan munda bo'ldi deb degan vaqtimizki, shuning bilan 就是于是。比如说呢，man bir misal tuzib bakay. 他在学习上经常帮助小明. U öğrenişte daim 小明가 yardım qiladi. 于是他们成了好朋友. Shuning bilan ular yaxshi do'st bo'lib qoldi. U öğreniş jihatda daim 小明가 yardım qilib shuning bilan ikkisining bo'ldi yaxshi do'st bo'lib qoldi. Buni qanday dedik? 他在学习上经常帮助小明，于是他们成了好朋友desak bo'ladi. Yana masalanga imtihon berdik, 考试中o'zimni yaxshi ishlayolmagandek his qildim. Shuning bilan yana bir qatam tekshirib etdim desak, savolni desak, 考试中我觉得自己做的不够好，于是又检查了一遍。考试中我觉得自己做的不够好，于是又检查了一遍。那还可以举一个什么例子呢？比较简单的。Ben bu kiyimni yoqtirib qoldim. Shuning bilan uni setib oldim. Avval yoqtirdim, andan keyin qilgan ishimni setib olish. 我很喜欢这件衣服，于是就把它买了。我很喜欢这件衣服，于是就把它买了。desak bo'ladi. 好，那 kitobdagi misolga qarab boqaylik. 看离开会的时间还早， qarasak yig'in ochadigan vaqtga texib bor ekan. 于是我们去逛书店了. Shuning bilan nima ish qildik? Biz berib kitobxona cho'gildik debdi. 第二个呢，眼看体弱的同学跟不上了。qarasak tini ojiz o'quvchilar yetishmay qoldi. 于是队长宣布休息. Shuning bilan otryad boshlig'i nima deb jakarlabdi? Orom olinglar deb jakarlabdi. Ishqilib 于是 shuning bilan degan ma'ni bildirdi. 好，那我们再看一下第三个。别说什么什么就是也，别说什么什么就是也。那么在这个结构中，别说的意思呢，何况 demayli qo'y, mana demayli tu degandagi demayli tu demayli qo'y 就是也那 bu iliqi parazdamdoq manda bo'lgan taqdirdimi iliq taqdirdimi degan manda mani demayli qo'y manda bo'lgan taqdirdimi anda desak 别说就是也. Masalan buni bir misol olsak, seni demay turay, hatto o'zimninki bolam bunda xatolik qilgan bo'lsa-mu, men uni cho'qim jazolaydim
desak。别说是你，就是我自己的孩子犯这样的错误，我也一样会惩罚他啊，我也一样会惩罚他。那就是说，ilg'u sen kelsa o'zimning bolam bo'lsinmi mundaq qilma。那其实buni biz mushu uyg'urchaga aytsak-chu, mushu hozirman degan ilg'u mundaq ken, anda bo'lsinmi munda bo'ludi deganga naq tushunig'ini masalan ilg'u ilg'u kichik mashina ekan, cho'ng mashinani ekansanmi bunda jihnasi patmaydi desak，别说是小车。就是大车也装不下这么多的东西，别说是小车，就是大车也装不下这么多的东西啊。然后呢，ilg'u o'quvchilarga hatta muallim bu savolni ishlab chiqara olishi notayin desak，别说是学生，就是老师也未必能做出这道题。别说是学生，就是老师也未必能做出这道题。那shuning bilan别说就是yana qanday tushundik? ilg'u mundaq ekan, munda bo'lgan taqdirdimi munda bo'ludi degandek。那kitobdagi misol qarasak，别说一个星期，就是一个月也做不完这么多的工作啊。ilg'u bir hafta ekan。Hatta bir oy vaqt bersimi bundachi xizmatni qilib bo'g'ili bo'lmaydi-ku debdi. Ilg'u bir hafta beribdi, bir oy bersimi qilib bo'lmaydi demoqchi ekan. 那第二个呢，别说是小孩子了，就是大人也做不了这件事。ilg'u kichik bola ekan, hatta cho'nglarga qo'yib bersimi bu ishni qilolmaydi debdi。好，那就是ilg'u mundaq ekan, hattamu munda desak，别说什么什么，就是什么什么也什么什么。deganimiz就是这个句子啊，我们平时用的也很多啊，yana noyda jiq ishlatamiz，那这个东西是必须得学会的。那跟着老师呢，把这些例子都一起读一下。Men menda o'qigan vaqtimda past turib cho'qim bilan tang ergishib o'quvchimi。妹妹因为感冒了，所以今天没去上课。妹妹因为感冒了，所以今天没去上课。因为昨天晚上睡得很晚，所以阿里木今天11点半才起床。因为昨天晚上睡得很晚，所以阿里木今天11点半才起床。因为教室里的风扇坏了，所以同学们把窗户打开了。因为教室里的风扇坏了，所以同学们把窗户打开了。因为今天太累了，所以他不想去参加聚会。因为今天太累了，所以他不想去参加聚会。于是，看离开会的时间还早，于是我们去逛书店了。看离开会的时间还早，于是我们去逛书店了。眼看体弱的同学跟不上了，于是队长宣布休息。眼看体弱的同学跟不上了，于是队长宣布休息。别说一个星期，就是一个月也做不完这么多的工作啊！别说一个星期，就是一个月也做不完这么多的工作啊！别说是小孩子了，就是大人也做不了这件事。别说是小孩子了，就是大人也做不了这件事。好，这是我们的词句例式。那接下来呢，看一下我们的表达方式。今天要学的表达方式是鼓励。那接下来我们来看一下这个具体的内容啊，内容。其实这些呢是不一定，我们有很多很多的这个鼓励的方式啊。那至于具体说什么呢，就你自己随机应变。那不也得是老师举的一些例子啊，是书上的一些例子。那我们一起来看一下。第一个
我相信你，你一定行。Ben sizga ishonaman, siz cho'qim qila olasiz. 你一定行, siz cho'qim bo'ladi emasa, siz cho'qim qila olasiz. 好，这是挑战自己的好机会，千万别放弃。那挑战是o'ziga jang e'lon qilish. 那这是挑战自己的好机会bo'lsa, bu o'zimizga jang e'lon qiladigan yaxshi fursat. Hargiz voz kechib o'tmang. 千万别放弃。下面呢，只要用功学习，坚持下去，肯定没问题。Nima degan gap? Tirishib o'rgansaqlam, oxirigacha bardoshlik qilsaqlam, cho'qib chatoq chiqmaydi. 那意思就是说siz tirishchanlik ko'rsatsangizlam, cho'qib hamma ishdan yengib keta olasiz demoqchi. 成功者绝不轻言放弃。muvaffaqiyat qozonadigan odam hargiz osonlikcha voz kechmaydi. 那就是说siz muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, cho'qim voz kechmasligingiz kerak. 当你没有借口的那一刻，就是你成功的开始。这个话很好啊。Siz bahoni topmagan shu daqiqada, u sizningki muvaffaqiyat qozonishingizninki boshlangani. 那就是说, har qanday ishda o'zingizga bahona sabab topmagan vaqtingizda, ondan siz o'sha muvaffaqiyat qozonishga qarab qadam bossiz degan gap. 每天告诉自己我真的很不错. Har kuni o'zingizga dam, men intayin qaltisda. 我也会每天告诉我自己，我是最棒的。成功等于目标。muvaffaqiyat u nishonga tang. 其他都是这句话的注释。那qolganlarimiz hammasi mushu gapningki tushuntirilishi. Bu nima degan gap desak, muvaffaqiyat qozonish degan nima desak, u shu 我们所说的 nishonga yetish. Nishoningizga yetdingiz, siz muvaffaqiyat qozondingiz degan gap. Qolgan shuni zishing achib-achib burmoqchi narsalar u nima? U mushuninki nimasi chujesi tushuntirilishi. 也就是说, qolgan narsalar bo'lmasimi bo'lmaydi. Lekin 成功 degan nima desak, shu nishonga, ko'zlagan nishonga yetish. 好，ishqilib, 这个呢是鼓励。那现在老师想对同学们说的是什么呢？不要轻言放弃，无论你做什么事情。mayli siz qanday ish qiling, hargiz osonlikcha bel qo'yib o'tmang. 在你坚持不下去的时候，再坚持一点点，你就成功了。chidayolmay qolgan vaqtingizda yana ozroq chidab o'tsangiz, muvaffaqiyat sizniki bo'ladi. 好吗，同学们？好，这个呢是我们的鼓励，跟老师呢一起读一下。我相信你，你一定行。我相信你，你一定行。这是挑战自己的好机会，千万别放弃。这是挑战自己的好机会，千万别放弃。只要用功学习，坚持下去，肯定没问题。只要用功学习，坚持下去，肯定没问题。成功者绝不轻言放弃。成功者绝不轻言放弃。当你没有借口的那一刻，就是你成功的开始。当你没有借口的那一刻，就是你成功的开始。每天告诉自己一次，我真的很不错。每天告诉自己一次，我真的很不错。成功等于目标，其他都是这句话的注解。成功等于目标，其他都是这句话的注解。好，那这些话同学们可以背下来啊。那接下来呢，我们来看一下我们的看一看学一学啊，看一看学一学。看一看学一学，这个是什么呀？教学用品。алдыңғы我们是学习用品，өзіміз de ishlatadigan narsa。那我是我们经常在学校里面见到的一些东西，是不是？
这个学校里面见到的东西。那这个呢也是一样啊，马代森博安迪给有照片呢，那我就不跟你们解释它的意思了，跟老师一起来读啊。黑板，黑板，白板，白板。好，这个地方我说一下，嘛板deymiz qo'y ishqilib yapılaq yüzü bağımında bo'lsa ju buni biz banzi deymiz odatda. Nima qarisi bo'lsa xiyban bo'ladi. Na iqi bo'lsa 就是白板bo'ladi啊。好，这两个已经过了。下面黑板擦，黑板擦，电脑，电脑，报告台，报告台，多媒体讲台，多媒体讲台，桌椅，桌椅，投影仪，投影仪，显微镜，显微镜，扩音器，扩音器，课程表，课程表，粉笔，粉笔。好，那这个就差不多了啊。那今天我们的作业是词句例式里面的这个因为于是别说就是也呢要造句啊，不能然后表达方式里面的这个呢同学之间savaşdaşlar özara做个对话 dialog düzüp anandaki mayedeki 这个书上的例子呢把它背下来啊，不能yadlayıp等了。anandaki manaslarını deyishni çoğum ügünütüşümüz gerek cuma。好，那今天我们的课就先上到这里，我们下一期再见。